Sürgeni dünyadır hayat. Ben Abdulhay ve Mumine Muhammed kızı. Abdüaziz Abror Muhtar Aliyevich'in ayol olaman. Hadisda g'oya muborak qilib deyilganmi yoki katta qo'yila deyilganmi? Hadisda xonanda tema qo'yila deyilganmi? Hadisda g'oya muborak qilib deyilganmi yoki katta qo'yila deyilganmi? Voy imomlar, voy muftiylar, voy o'sha yerda ishlaydigan diniy idorada o'tirganlar. Ayol kishini shunchalik zolim bo'lishi mumkinmi biz dinimizda? Da'vatchilar shu hamda zolim bo'lishi mumkinmi? İnşallah Allohga ibodat qilolmaganlar sürgeni dünyadır. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz ko'rayotgan bu video va undagi dalillar faqatgina Abror Muxtor Yahudiyni iloh darajasiga ko'tarib olgan ko'r muridlardan tashqari boshqa hammani ko'nglini aynitib yuborsa kerak. Nimaga deysizmi? Chunki bu saroy mullasining asl yuzi, hayoti va yashash tarzi juda ham rasvo va xarobdir. Asl mavzuni dalillar bilan ochiqlashdan oldin qisqagina eslatmoqchiman. Nimaga yaqinda 3-farzandiga 2 qat bo'lgan ayolini to'yini o'tkazib, shuncha rasxot qilib, xalqni aldab, 10 kun 15 kun o'tmasdan 3-talog'ini berib ketkizib yubordi. Bilasizmi, yaqindagina Abror Muxtor Yahudiyning yuzi shilinib, burni qiyshayib yotganda devorga yiqilib tushdim, shkopga yiqilib tushdim degan edi. Aslida ayolining sumkasiga yiqilib tushganligini bilarmidingiz? Buni ham dalillari bilan ochiqlaymiz. Va ichki ishlar organlari bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan suhbatni ham dalillari bilan ochiqlaymiz. Siz bu odamni hayotidan prosta ko'nglingiz aynib ketadi. Xullas, asosiy mavzuni dalillar bilan boshlaymiz. Buning uchun bizni personajlarimizni kunyalari bilan yaxshilab tanib olishingizni iltimos qilamiz. Chunki dalillarimiz mana shular asosiga qurilgan. Birinchi personajimiz Abduazimov Abrorjon Muxtor Aliyevich. Kunyasi Eshak. Ommaviy axborot vositalarida va ayollarning ichida Abu Zuhayl Abror Muxtor Ali taxallusi bilan faoliyat olib boradi. Ikkinchi personajimiz Abdullayeva Mumina Muhammad qizi. Abror Muxtor Alining kichik ayoli, eng sharmanda qilgan ayoli, ota-onasini eng kuydirgan va og'zi shaloq ayoli mana shu bo'ladi. Uchinchi personajimiz ko'pchilikka sir tutilgan Abror Muxtor Alining o'ynashi va ma'shuqasi Sayyora Furqatovna. Ommaviy axborot vositasida esa Sayyosh Furqatovna taxallus bilan faoliyat olib boradi. Va 2023-yil Abror Muxtor Alining buyrug'i bilan menga tashlangan tuzoq ham mana shu bo'ladi. Allohning fazli ila ba'zi bir insonlarning sababi ila bu tuzoqdan Alloh azza va jalla meni qutqarib qolgan. Alhamdulillah. Va 4-personajimiz bu ham hammamizga taniqli bo'lgan Makkada bir-biriga pus-pus qilib sevgi izhor qilib o'xshamagan Romeo Julietta psixolog va Abror Muxtor Yahudiyni kunimizgacha cho'qintirib, yalintirib, emeklatib kelayotgan Xudayberganova Sohiba Uktamovna. Ommaviy axborot vositalarida esa Sohiba Uktamovna taxallus bilan faoliyat olib boradi. Xullas, personajlar bilan ham tanishib oldik. Birinchi taloq. Esizdami, 2022-yil Abror Muxtor Alining qaynonasi bilan qaynotasi xalqqa katta intervyu beradi. Bir narsani aytganda menga agar men qizingizni ko'zini yoshini chiqarsam menga tupris degandi. U Abror endi erkak kishi bitta gapirsa ustidan chiqish kerak-ku, to'g'rimi? Dedimda, naki alhamdulillah o'sha boshqa qilib qo'lini uzatib boks qilmoqchi bo'lgan joyida shundoq borib turib betiga tupurdim, tan olaman. Va bu intervyuda kuyovi bilan bo'lib o'tgan barcha yozishmalar, ovozli xabarlar va barcha haqiqatlarni oshkor qilishadiki, bu haqiqatlardan keyin Abror Muxtor Ali itdek xor bo'lib sharmandasi chiqadi. Ota-ona diniy idorada qiziga xulu qildiriladi. Abror Muxtor Ali tomonidan xulu qabul qilinib, o'rtaga birinchi taloq tushadi. Bu birinchi taloq edi. Va ota-ona qizini olib ketadi. Oradan 1-2 kun o'tgandan keyin bu kuydirgi qiz yarim tunda Abrorning oldiga qochib ketadi va biz qiyomatda ham birga bo'lamiz degan ovozli xabar qoldiradi. Bir-birimizga va'da berdik. Inshaalloh jannatda ham birga bo'lamiz. A'udhu billah. Lekin ularning muhabbati uzoqqa cho'zilmaydi, chunki Mumina Abror Muxtor Yahudiyni o'ynashi va jazmani bilan tutib oladi. Bu Sayyora Furqatovna edi. Mumina Abror Muxtor Alini jazmani bilan tutib olgandan keyin arazlab Misrga qochib ketadi. Sergelida qolgan bo'sh uyga esa Abror Muxtor Ali Sayyora Furqatovna ismli bir jazmanini olib keladi va o'rtalarida ishqiy munosabat davom etadi. Sizlarga bir haqiqat aytaymi, bu munosabat kunimizgacha davom etib kelmoqda. Va eng asosiysi, hamma voqea 2023-yildan boshlanadi. 2023-yil Abror Muxtor Alining ishqi Sohiba psixologga tushadi
va bu ikki Romeo va Julietta o'rtasida bir oila vujudga keladi va bu nikoh sir tutiladi. Bu vaqt ichida Mo'mina arazlagan holatda Misrda edi va bu nikohdan bexabar edi. 2024-yil yanvar oyida Mo'minaning otasi qizini olib Abror Muxtor Alining huzuriga keladi va 2 yoshni yarashtirib qo'yadi. 2024-yil fevral oyida Abror Muxtor Ali 15 sutkaga qamaladi. Bu vaqt ichida Mo'mina Abror Muxtor Ali va sohiba o'rtasidagi nikohdan xabardor bo'ladi va janjalni boshlaydi. Bu vaqt ichida sohiba psixolog homilador edi. Mo'minaning eski profilini buzish oqibatida va uni yaqinlari bergan ma'lumotlardan shuni aniqladikki, quyidagi SMSlarni yuboradi. Bu suhbatga siz guvoh bo'lishingiz mumkin. O'qing. Men o'qib berishga uyalaman. Yaqindagina Mo'minani bir qarindoshi bilan gaplashgan edim. Sizni siniz shunaqa so'zlar, fahshiy so'zlar ishlatishni Abrordan o'rganganmi yoki Abrordan oldin shunaqa og'izi buzuqmidi? Abror talog'ini bermagan deb men bilan talashdingiz-ku. Men sizga hozir faktlarni keltiraman. Abror qanaqa talog'ini berganini siz o'zingiz guvoh bo'lasiz. Oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin shunaqangi SMS jo'natadiki, sohiba psixolog Mo'minaning ustidan ichki ishlar organlariga ariza topshiradi. Bu vaqt ichida Abror Muxtor Ali 15 sutkada qamoqda o'tirgan edi. 15 kunlik qamoq muddatini o'tab chiqqach, Abror Muxtor Ali to'g'ri Mo'minaning oldiga boradi va sohibaning ustidan qilingan barcha tuhmatlarni eshitib, to'g'ri sohibaning oldiga kelib, shunaqa uradiki, hattoki qo'lini sindirib qo'yadi. Mana bu rasm, mana bu video qo'li singanligi haqidagi dalildir. Qo'lingizga nima bo'ldi degan savollar ko'payib ketishi aniq. Bunga ahamiyat bermanglar. Oradan 1-2 kun vaqt o'tgandan keyin sohiba psixolog Abror Muxtor Aliga barcha haqiqatlarni ochadi va unga yozilgan SMSlarni o'qitadi. Xato qilib qo'yganini tushungan Abror Muxtor Ali o'sha zahoti Mo'minaga telefon qilib, "Senga ikkinchi talog'imni berdim. Bugundan boshlab iddeni saqla. Lashulishingni olib onangnikiga ket" deydi. Va bir qizi va homilasi bilan Namanganga Mo'mina qaytib ketadi va iddasini saqlashni boshlaydi. Bu ikkinchi taloq edi. Dalil sifatida ichki ishlar organlariga sohiba psixolog tomonidan berilgan arizaning nusxasini ko'rishingiz mumkin. Personajlarni sizlarga tanishtirayotgan vaqtimda Ummuxur kunyasi bilan Abdullayeva Mo'mina Muhammad qizi ekanligini ta'kidlab o'tgan edim. Bu yerda shunaqa so'zlar yozilganki, shunaqangi rasvo SMSlar yozilganki, bu og'zi buzuqlik bir-biriga qondan o'tganmi, so'laydanmi bunisini bila olmadim. Lekin xotin ko'r-ko'rni qorong'ida topadi deganlarda bir-birini juda mos tarzda topishgan ekan. Subhanalloh. Xullas, iddasini saqlayotgan Mo'mina bolasini ro'kach qilib Namanganga Abror Muxtor Alini chaqiradi. Abror Muxtor Ali va sohiba psixologdan yalinib kechirimlar so'rash oqibatida kechiriladi. Oradan bir muncha vaqt o'tgandan keyin Abror Muxtor Ali bu 200li sharmanda sohiba bilan o'rtasida bo'lgan munoqaratlarni, sevgi so'zlarini, bir-birini yaxshi ko'rishini Mo'minaga tashiydi, rashk qilsin deb. Mo'mina bilan ishqiy munosabatlarini sohibaga tashiydi. Qaragin, men bu bunaqa kiyinibdi, qaragin bu ot minibdi, qaragin bu arabcha kiyinibdi deb turib bir-biriga rasm ko'rsatadi. Dalil sifatida ko'rishingiz mumkin. Sohiba ot minib tushgan rasmini Mo'minaga jo'natadi. Mo'mina uni kiyimini ko'radi, qarang, o'xshadimi deb turib, u ham arabcha kiyinib Abrorga jo'natadi. Abror uni rasmini sohibaga jo'natadi va kunlarning birida buni ko'tara olmagan Mo'mina sohibaga telefon qiladi va shantaj qilib, "Seni ochiq-sochiq tushgan rasmlaringni, barcha yozishmalaringni ommaga havola qilaman" degan SMS jo'natadi. Bu SMSni sohiba olib Abrorga jo'natadi. Nimaga men bilan o'rtamizda bo'lib o'tgan xotin muomalalarini Mo'minaga tashyapsan deb to'polon qiladi. 2024-yil avgust oyida sohiba va Abror Muxtor Ali o'rtasidagi sevgi muhabbatga yakun yasaladi. Qisqa qilib aytganda, sohiba psixolog Ashror bilan bir yil yashagan. Qornida bolasi bilan Mo'mina tarafidan qilingan tuhmatlar va aziyatlarga sabr qilib, Ashror va Mo'minani hayotidan chiqib ketadi. Lekin qarangki, oradan vaqtlar o'tib, Mo'mina sohibaga qanaqa tuhmat qilib ajratgan bo'lsa, xuddi shu narsa boshiga kelib, 3-talog'ini olib haydaldi. Qaytar dunyo deganlari balki shudir. E'tibor bering, 2024-yil avgust oyida o'rtaga taloq tushadi va bir-biriga nomahram hisoblanadi. Ey ko'rmuritlar, sizlarga bir haqiqatni ochaymi? Qaranglar, men yaqindagina Mo'minani 3-talog'i berilgandan keyin Abrorni sohibaga yozgan xatlarini qaranglar. Nomahramga shunaqa so'zlar yozishi mumkinmi? O'g'lini ko'rgani kelsa ham shunaqa so'zlar yozishi mumkinmi?
Axir bir-biriga nomahram o'rtasida nikoh yo'q. Bu qanaqa ifrit odam ekan, men bilmadim. 2024-yil sentyabr oyida sohiba psixolog o'g'il farzandli bo'ladi va ismini Muhammad Abror Muxtor Ali deb qo'yishadi. 2024-yil sentyabr oyining oxirlarida taxminan juda ham qiziq voqea bo'ladi. Abror Muxtor Ali va Mo'mina umra safariga jo'nab ketishadi. Bu muqaddas diyorlardagi ziyoratlarimizni qabul qilsin. Makka Mukarramaga ham keldik, ketib umra ziyoratini, ibodatini qildik. Va mana shu umra safaridagilar bir narsaga guvoh bo'lishadi. Umra safaridan sharmanda bo'lgan holatda qaytib kelgan er-xotin bir muncha tinch yashashadi. Va bu orada Mo'mina sohibaning ustiga har xil fitnalar, har xil tuhmatlar, har xil kurakda turmaydigan so'zlar bilan haqorat qiladi. Va kunlarning birida sohiba shunday deb yozadi: "Agar sen bir kun qo'limga tushsang, sog' qolmaysan. Iloji boricha mendan uzoq yur" deydi. 2024-yil dekabr oyida sohiba psixolog o'g'li bilan больницаga tushib qoladi va o'g'lini ko'rgani Abror Muxtor Ali keladi. Abror Muxtor Alining mashinasida Mo'mina ismli mushrika ayol ham o'tirgan edi. Sani ota-onang fohisha, haromi deb turib so'kkan Mo'minani sochidan tortib mashinadan olib tushib, o'lasi qilib uradi. Buni ko'tara olmagan Abror Muxtor Ali sohibani o'lasi qilib uradi. Hattoki o'sha yerdagi odamlar bunga guvoh bo'ladi. Daliling qani deb baqirishingiz mumkin. Biz dalilni ichki ishlar organlaridan oldik. Yaxshimisiz aka, salomatmisiz? Charchamayapsizlarmi? Ha, aka, men Abduvaliman. Sizga 4-etajda ishlaydigan podpolkovnik aytgan bo'lsalar kerak, aloqaga chiqishadi. Abduazim va Abror Muxtor Aliyevich haqidagi sud qarori, ekspertiza natijalari, shunga oid yoki shunga o'xshash ba'zi bir hujjatlarni tashlab beradi. Shu odamga murojaat qilgan, aytib qo'yaman deb aytishgan edi. Siz qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz? Raqamingiz? Fransiyadan telefon qilaman sizga. Sizga qaysi ma'lumotlar kerak? O'zingizni ochiqlamadingiz ham. Yo'q, oddiy odam yoki ba'zi materiallar, ba'zi ma'lumotlar kerak bo'lgan edi, shunga sizga yo'llab qo'yishdi. Mana shu odamdan olsang bo'ladi, biz aytamiz deb. Ha, oke, keyin bu odam imom-ku bilasiz-a? Nega bu odamning ustidan ko'plab arizalar tushsa, bu narsani sudga chiqarmaysizlar, oshirmaysizlar? Illoki kimdirlar qo'shilsa, oshirasalar, oshirmaysizlar. Bu masalani idoraga kelsangiz yoki bizga yo'llab qo'ygan odamlarga murojaat qilsangiz tushuntirib berishadi. Sizning ushbu raqamingizda biror narsa mavjudmi? Ha, WhatsApp'im bor, aka. O'sha WhatsAppdan jo'natsangiz bo'ladi. Mana bu qo'limdagi qog'oz 2024-yil dekabr oyida Abror Muxtor Alining ustidan berilgan qarordir va arizadir. Mana bu ikkinchi qog'oz esa ekspertizaning xulosasidir. Mana bu uchinchi qog'oz esa sohibaning yozgan arizasidir. Subhanalloh, bitta narsa aytaymi? Yaqindagina qishda Ashrori peshonasi yirtilgan, burni qashqa bo'lgan, yuzi ko'kargan holatda efir qilgan edi. Efirda unga savol berishgan edi. Ustoz, yuzingizga nima qildi deb. Ertalab turib shkafga yiqilib tushdim degan edi. Mana peshonamda ozgina yoriq, burnimda biroz yara bo'ldi. Ba'zilar urishibdi, Abror domla degan gaplarni chiqarishdi. Yo'q, tasavvur qiling, 98 kiloman men, 100 kilo. Tikka turgan joyimda chap oyoq ishlamayapti. To'g'ri borib, shkafni burchagiga mana shunaqasiga tushdim. Qon ketdi, endi vashillab turib oynakka qarasam burun qiyshayib yotibdi burun. Peshonaga qattiq bo'ldi ular mana. O'sha dekabrda xotinlari bilan urushganda sohiba psixolog sumkasi bilanmi, oyoq kiyimi bilanmi Ashrori basharasiga 3-4 marta yaxshilab uradi. O'shanda bo'lgan holat. Mana bu qo'limdagi sudda qarordagi yozishmalar va ekspertiza xulosalari buni tasdiqlaydi. Va oradan ko'p o'tmasdan yaqindagina Abror Muxtor Ali bir muslima ayolni qizini zoniyalikda aybladi. U vaqt ichida Abror Muxtor Ali Xitoyda yurgan edi. Bu saroy mullasi Xitoydan kelib, to'g'ri sohibani oldiga keladi. Mo'minani oldiga emas. Va bir qancha sovg'alar, guldastalar bilan yana nikoh taklif qiladi. Mo'minani oldiga quruq qo'l bilan qaytib borgan Abror Muxtor Ali Mo'minadan tinimsiz yomon so'zlar eshitadi. Nega barcha sovg'alarni sohibaga tashab kelding? Nimaga uni oldiga gul bording? Mana uni istoriyasida, uni telegramida ayon bo'lyapti. Nimaga o'g'lingni ko'rgani bording deb Abror Muxtor Alini boshida yong'oq chaqadi. Bu xorliklarni ko'tara olmagan Abror Muxtor Ali Mo'minani tishlaydi, tepadi, aylantirib soladi. Nima bo'lganda ham
chalajon qilib baynsaga yotqizib uyiga haydab yuboradi. Bu narsani ko'tara olmagan Mo'minaning onasi butun olamga jar solishni boshlaydi. Va mana bu SMSlardagi ayol Mo'minaning onasi bo'ladi. Mo'minani qarindoshlari bilan, yaqinlari bilan ismlarini aytkim kelmayapti. Ular bilan suhbatim davomida shuni bildimki, ahvolligi ancha xarob holatda. Mo'minani ota-onasiga, opasiga, aka-ukalarga aytamanki, agar sizlarning aqlinglar bo'lganda, ashror mushrikka qizinglarni, sininglarni berib mushrikka qilarmi deylar, subhanalloh. Qizinglarning og'zi azaldan shunaqa buzuqimi yoki ashrorga tegandan keyin shunaqa buzildimi? Yaqindagina Mo'minani bir yaqini bilan gaplashganimda Abror Muxtor Ali uni 3-taloqni bermadi degan edi. Yaqingacha Abror Muxtor Ali sohiba psixologning orqasidan itdek yalinib yurdi. Itdek yalinib yurdiki, lekin uni nikohini qabul qilmadi. Orqasidan esa Sayyora Furqatovniga itdek yalindi. Ular shu narsani talab qildiki, chiqib ommaga 3-qilgan talog'ingni etasan. Undan keyin sen bilan nikoh haqida gaplashamiz deyishdi. Lekin Ashror bu narsani eta olmadi. Hozirgi kunda Ashror 3 taloq berib qo'ygan. Mana bu ko'rayotgan SMS'siz 3-talog'i. Stop. Kechagina bir ayol men Mo'minani qarindoshiman deb o'zini tanishtirib, men bilan faqat taloq to'g'risida talashdi. Va bu ayolni g'oliban 95% ishonch bilan Mo'minani o'zi deb o'yladi. Nimaga aytaymi? Chunki e'tibor bering-da. Qachonki Mo'mina boshqalar bilan suhbatga kirishganda, agarda sizdan imloviy xato sodir bo'ladigan bo'lsa, mana shu iborani qo'llaydi. E'tibor bering. Faqat birinchi o'rinda to'g'ri yozishni o'rganing. Boshqalar bilan yozishgandagi holat, men bilan yozishganda esa avval to'g'ri yozishni o'rgansangiz bo'lar ekan. Shunga suyanib 95% ishonch bilan aytamanki, men bilan suhbatga kirishgan ayol bu Mo'minaning o'zi edi. Ustak men bilan faqat taloq to'g'risida. Mana bu rasmdagi bu yerda Abror Muxtor Ali ochiq lafz bilan taloq qildim degan so'z aytmaganlar deb o'ziga yo'l qidirish bilan ovora bo'ldi. Ey, Misrlarda o'qib Abror Muxtor Yahudiyning xotini bo'lib ilmsiz bo'lgan ayol, senga va eringga dars bo'lsin. Fiqhda taloq turlarga bo'linadi. Kinoyai taloq, bayin taloq. Kinoyai taloqda agar erkakdan yo'qol, ko'zimga ko'rinma degan so'zlar ishlatilsa, undan niyati so'raladi. Taloq ma'nosida aytdingmi, shuni niyat qildingmi yoki bo'lmasam hozir urishib turma, jahlimni chiqarma, ko'zimdan yo'qol degan niyatda aytdingmi deb undan niyat so'raladi. Bayin taloqda esa mana bu Abror Muxtor Yahudi yozgani kabi hayotimdan chiqib ket, javobingni berdim, boshqa xotin qilmayman degan so'zlar bayin taloq, ya'ni bir taloqqa o'tadi. Bu jumhur ulamolarning qavli. Ha, aytgancha. Sizlar bizdekalarning so'zini olmaysizlar-ku, sizlar uchun biz vatan gado va hobiy terroristmiz. So'zni o'zingizlarning imomingizdan eshitsangchi. Agar javobingni berdim degan gapingizda niyat qilgan bo'lsangiz, taloqni niyat qilgan bo'lsangiz, birinchi holat mana shunda taloq tushadi. Ikkinchi holat, javobingni berdim deganingizda xotiningiz sizdan talog'imni bering, javobimni bering, men ketaman deb turgan janjal bo'ladigan bo'lsa, unda niyat qilmasangiz ham o'sha javobingni berdim degan so'zingiz bilan taloq tushadi. Mana shu ikkita holatda shariat ulamolari aytishlariga qaraganda boyin taloq tushadi. Boyin taloq degani qat'iy taloq, ya'ni bunda keyinchalik yashamoqchi bo'lsangiz, sizdan bitta taloq ketgan bo'ladi va qayta yangi nikoh, yangi mahr bilan xotiningizni qaytarib olishingiz kerak bo'ladi. Demak, shunday qilib hisoblaydigan bo'lsak, Abror Muxtor Yahudi Mo'min ismli ayoliga 3 taloq berdi. Birinchi taloq 2022-yil diniy idorada Mo'mina xulus so'ragan, xulusini qabul qilgan Abror va birinchi taloq tushgan. Ikkinchi taloq 2024-yil Abror 15 kunlik qamoq muddatini o'tab chiqqandan keyin Mo'minani gapi bilan kelib sohibani urib qo'lini sindiradi. Sohiba Mo'minani fahshga to'la SMSlarni ko'rsatgandan keyin sohibani oldida telefon qilib seni taloq qo'ydim, lashlushingni olib uyingga yo'qol deydi. Bu ikkinchi taloq. Uchinchi talog'i esa yaqindagina Xitoydan kelgandan keyin sovg'a salomlar bilan sohibani oldiga keladi-yu, Mo'minani oldiga kelmaydi. To'polon qilgan Mo'minani yaxshilab urib, tishlab kasalxonaga joylaydi va shu bilan uchinchi talog'ini beradi. Va darhol Sayyosh Furqatovna va sohiba Uktamovnaga xat jo'natadi. Men Mo'mina Isqirtni, shunaqa Isqirt deb yozgan o'zi, meni SMS-ini ko'rishingiz mumkin. 3-talog'ini berdim, hayotimdan yo'qol deb aytdim, so'kib tashadim deb mana bu SMSni ko'rsatadi. Bu uni 3-talog'i edi. Ming afsuski hozir bu bechoralar 3-taloqni ham sakrab o'tish uchun yo'l qidirishmoqda. O'sha talog'ini bermaganman deyotgan Abror Muxtor Aliga va Mo'minani qarindoshlariga mana bu SMSni ko'rsatib aytamanki, Abu Zuhal, bu sizlarni kuyovinglar, bu sizlarni pochchanglar. Ismida ko'rinmas chiroyli axloq, turmushi hayvonday kezgani o'tloq.
ibodat zavqidan begona mutlaq Allohga ibodat qilolmaganlar